Assalomu alaykum, hurmatli Rizobay kompaniyasining sadoqatli mijozlari. Mana bugun o'sha biz kutgan 10-sentyabr sanasiga yetib keldik. Va'da qilingandek, bugun omadli mijoz tanlovini g'oliblarini aniqlaymiz. Yonimizda aka Murodjon akamiz eng ko'p yaqinlarini, Mingbuloq atrofidagi tanishlarini belgilagan nima deydi, kuzatuvchimiz. Instagramdagi kuzatuvchimiz bular bo'ldilar va bularni hozir xolis guvoh sifatida chaqirganmiz. Endi hozir shaffoflikni saqlash uchun onlayn tarzda mana translyatsiyalarimiz ketyapti. Shu paytda bemalol kuzatishlaring mumkin. Biz hozir ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, demak hozir birinchi bosqichi amalga oshirilmoqda. Ya'ni bu yerda mana mijozlarimiz ko'rishlaring mumkin. 350 bitta mijoz. Bularda ichida mana sotuv yakuniga yetmaganlar yoki anonim mijozlar, to'lov amalga oshirmaganlar bor. Yog'ochda 350 bitta, metal skladimizda esa sotuvlarga kirib, demak mana 24/08/25 dan 10/09/25 gacha. Demak, bu yerda 360 ta mijozimiz bor. Lekin mana bu yerda ko'rganimizdek to'lovlarning ichida to'lov amalga oshirmagan mijozlarimiz bo'lgani uchun, mahsulotlar noto'g'ri sotilib yoki qaytib kelgan mahsulotlar bo'lgani uchun biz bularni o'yindan chiqarib tashlaganmiz. Shuning uchun ikkalasini jamlagan holda Excel faylimizga yuklab oldik. Jami hozir bizning mijozlarimizning soni 687 ta mijoz mavjud. Bizda yutish imkoniyatiga ega 687 ta mijoz desam noto'g'ri bo'ladi. 687 ta sotuvlar amalga oshirilgan. Kim ko'p marta 1 milliondan oshiq savdo qilgan bo'lsa, demak unda yutish imkoniyati boshqalarga qaraganda ko'proq bo'ladi albatta. Keyin bitta narsani ogohlantirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hozir random.org sayti orqali biz tanlab olishni amalga oshiramiz. Bu yerda Rizobay kompaniyasiga daxldor xodimlarning yaqin qarindoshlari yoki birorta daxldor ta'minotchilar, shofyorlardan birortasi chiqib qoladigan bo'lsa, xolislikni saqlash, shaffoflikni saqlash uchun ularni o'yindan chetlatamiz va boshqa raqamni yana qayta random o'tkazib tanlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, hozirgi birinchi bosqichimizda 10 ta omadli mijozimizni tanlab olamiz. Agar bitta mijozning ism familiyasi 2 marta chiqib qoladigan bo'lsa, uni bittasini, birinchisini qabul qilamiz, ikkinchisini yana qayta boshqa mijozni, boshqa sotuvni tanlaymiz, undagi mijozni olamiz albatta. Demak, boshladik. Bizda 687 ta mijoz sotuvlar amalga oshirilgan metal va yog'och skladlarimizda. Endi random.org sayti bu yerda maksimalni 600 eng oxirigacha 687 ta. Demak, 687 ni yozamiz. Boshladikmi aka? Boshladik. Demak, bosamiz. 227-chi sotuvni ko'ramiz. 227-chi sotuvni belgilaymiz. Birinchi g'olibimiz aniqlandi. Chiqamiz. 227. Demak, 227-chi sotuv. Azamat Nurmatov ismli mijozimiz. Hozir biz 10 tani aniqlab olib, keyin nomerlarini ham ochiq dasturda orqali ko'rsatamiz. Azamat Nurmatov ism sharifli mijozimiz birinchi omadli mijozimizga aylandi. 10 talikning ichiga kirdilar. Demak, ikkinchisini aniqlaymiz. Yana generate tugmasini bosamiz. 241. 241-sotuv. Sobirjon Boltaboyev ism sharifli mijozimiz ikkinchi omadli mijozimizlar ro'yxatiga kirdi. Uchinchisini ko'ramiz. 205. Demak, 205 da 205 nimagadir 200 da yaxshi hal qilyapti. Doniyor Dolimov. Doniyor Dolimov. Keyingisini ko'ramiz. 582. 582.
Qayda 582. Mana Ahror Azimov. Ism sharifli mijozimiz. Keyingisi 373. Hop, Tojimirza Tojiboyev. Aka nima deysiz? Yaxshi ketyapti. Yaxshi ketyapti. Haligi Qo'lga yo'q. ketyapti. Tanishlar bormi? 315. 315. Oybek Mingboyev. Nechta bo'ldi o'zi? Sanamayapman. Endi keyin mashinadan keyin sana olamiz. 625. 625-mi? Sotuv. Hop, Ikromjon Mamajonov. Hali biror marta 2 marta takrorlangan bo'lmadi. Yo'q, hali. Bu yerda yo'q. Mijozdan sanab chiqaylik. 1 2 3 4 5 6 ta yo 7 ta Oltita. bo'ldi menimcha. 7 ta. 7 7 ta ta bo'ldi. bo'ldi. Yana 3 ta. Yana bosamiz. 232 raqamli sotuv. 232 raqamli sotuv. Hop, Akramjon Jarqinov. Yorqinovdir balki yozishda adashganmiz, balki Jarqinovdir. Agar noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam, ming bor uzr. Ikkita qoldi. 559-sotuv. Ko'rdingizmi? Ko'rolmay qoldik. 559. Yaxshi. Demak, 559. Akbarov Dilmurod. Adashmasam bu Damas yutgan mijozimizmi? Voy, haqiqiy omadli mijozimiz ekan. Demak, endi ko'ramiz. Akbarov Dilmurod aka 3 talikka ham kiradilarmi? Bu mijozimiz o'tgan yili omadli mijoz tanlovida Damas sohibi bo'lgandilar. Mana yana 10 talikka kirdilar, 3 talikka kiradilarni ko'ramiz. Demak, oxirgi mijozimiz qoldi. Oxirgi sotuvimiz aniq. 188-sotuv. Tohirjon Abdurahmonov ismli mijozimiz. Endi barcha mijozlarimizni filtrlab olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Demak, 10 ta mijozimiz aniqlandi, omadli mijozlarimiz. Hop, bularni ertaga chaqiramizmi? Ertaga chaqiramiz. Qanday yutishini aniq to'liq tushuntirib bering. Ertaga chaqiramiz. Iloji boricha imkon qadar ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. Instagramda ko'rayotganlar, tanishlari bo'ladigan bo'lsa, albatta xabar berib qo'yinglar. Ushbu 10 ta omadli mijozlarimizni bugungi birinchi bosqichdagi g'alabalar bilan tabriklaymiz. Demak, endi bugun menimcha bosqich tugadi. Bugungisi tugadi. Ertaga jonli tarzda yana xuddi shunday xuddi shu omadli mijozlarimizni chaqirgan holatda amalga chaqirgan holda ikkinchi bosqichda amalga oshiramiz. Ikkinchi bosqich haqida qisqacha tushuncha beradigan bo'lsam, mana shu 10 ta mijozning ichidan 3 ta haqiqiy omadli mijozlarni aniqlab olamiz. Rahmat e'tiboringlar uchun. Bugungi demak bosqichimiz yakunlandi. Hop, Rizobaga kelib savdo qilishdan aslo qaytmang. Biz sizlarga ishonchli mahsulot hamda nima deydi, sifatli mahsulot va arzon narxlar, sifatli xizmatlar berib boramiz hamisha. Rahmat e'tiborlaring uchun. Aka, nima bo'ldi? Nima deysiz? Sizdan so'rayapman, haligi qilib. O'yin haqiqiy shaffof tarzda o'tdi. Himolayanda shu Rizobaga kelib savdo qilishlarini kutib qolamiz. Kutyaptilar, rizqni joylaymiz uni. Ha, keyingi YouTube bo'lsa davom etkazib ketaveraylik. Ha. Yo'q. Akamga YouTube'da tayyorlab qo'yganmiz sirli sova, ertaga uni ham e'lon qilamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli Rizobay muxlislari, mijozlari, kuzatuvchilari. Bugun mana va'da qilganimizdek omadli mijoz aksiyasi har oyda o'tkaziladigan omadli mijoz tanlovi asosiy g'olibini aniqlaymiz. Kuni kecha biz g'oliblarni 10 tasini mana g'olib barcha sotuvlarda ichidan 10 donasini ajratib olganmiz. 10 ta mijozimizni ichidan endi 3 ta haqiqiy omadli mijozlarimizni aniqlab olamiz. Ya'ni avgust hamda sentyabrda oylari o'rtasidagi eng yaxshi, eng omadli mijozimizni. Esdan chiqarmaslik kerak, ushbu omadli mijoz aksiyasi yoki omadli mijoz tanlovi har oy o'tkaziladi. Har oy siz qimmatbaho sovg'alarni yutishingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir bugun xuddi shu sovg'ani aniq 3 ta egasini topish jarayonidamiz. Ana chiqmadilar endi. Tortib beringchi qani Orjon va mana bo'lsa. Ustaka professional hozir. Orjon aka bir og'iz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hop, omadli mijoz aksiyasida o'zingiz xabaringiz bor-da sizda ham. Hop, endi bu safar sizga chiqmay qopti. Istardik biz ham sizda haliginaqa mijozlarimiz olishini. Endi hozir 10 ta mana bu ism familiyalardagi 10 ta mijoz 10 talikka chiqdi. 10 talikning ichidan bu yerdan 3 ta mijozni aniqlab olamiz. Siz bilan birgalikda agar yordam berib yorsangiz bo'laveradimi? Demak, ketdik. Mana bu qopimiz, mana ko'rishingiz mumkin. Qopimiz bo'm-bo'sh. Bo'sha. Endi shularga raqamlarni solib berasiz. Ya'ni mana 1 orqasida hech narsa yo'q. Mana shu raqamlari 1. Endi qolganini solib bering. Hop, qolganlarni ham ko'rsatib qo'ying. Haligi to'xtang, bitta-bitta solaylik. Mana 8 4 5 birdan 10 gacha raqamlarimiz bor. 7 orqalari ham mana 9. Hop, 10 ta raqam soldik. Endi hozir aralashtiraman buni. Hop, aralashtirganimda necha raqam chiqsa, mana yerdan sanaymiz. Birdan 10 gacha tushgan. Hozir 3 ta raqam tanlaysiz. 3 ta raqam tanlaganingizda qaysi raqamlar tushadigan bo'lsa, birinchisiga nima beramiz? Birinchisiga hop, brendning nomi nima edi? Shurpa o'rtimiz bor, ichida instrumentlari bilan faqat kichik naborimiz. Birinchisiga, ya'ni birinchi raqam necha chiqsa, xuddi o'shani topshiramiz. Hop, uni ko'rsatgandik. O'rtacha ko'kini aytyapsiz. O'rtacha ko'kini, ha. Ha, shurpa o'rdi o'zi. O'shani g'olibini aniqlaymiz siz bilan birgalikda. Demak, qani? Bismillah. Aralash, ha. Hop, 7-raqam. G'olibi, 7-raqam kim edi? Ko'rib olamiz. Hop. Demak, Tojimirza Tojiboyev. Birinchi g'olibimiz. Birinchi g'olibimiz Tojimirza Tojiboyev ism sharifli mijozimiz g'olib bo'ldilar. 7-raqamni qo'yib qo'yamiz mana ega. Hop, endi Kullerni g'olibini aniqlaymiz. Qani? Bismillah. 10-raqam mijozimiz. Demak, 10-raqam mijozimizni ko'ramiz. Hop, Ikromjon Mamajonov ism sharifli mijozimiz. Demak, Kuller g'olibi bo'ldilar. Tabriklaymiz. Kelib bemalol sovg'alarni olib ketishlari mumkin. Albatta o'zimiz ham aloqaga chiqamiz. Hozir birgalikda qo'ng'iroq qilsak ham bo'lardi, adashmasa. Qani? 5-raqam ishtirokchimiz, ya'ni mijozimiz. Hozir universalni ichida nechta 4 ta nabori bormi? 5 tami? 4 ta nabori bor. Xuddi o'sha drellar bor. Haligini nima nabordi g'olibi bo'ldilar. 5-raqam ishtirokchimiz. Demak, 5-chisi Sobirjon
Boltaboyev. Sobirjon Boltaboyev ismli ism sharifli mijozimiz. Demak, 4 ta ichida nasatkasi, 4 ta ichida instrumenti bor, naborga ega bo'ldilar. G'oliblarimiz aniqlandi. Endi bularga qo'ng'iroq chiqib, albatta bog'lanib, barchalarni hop o'z sovg'alarini olib ketishlarini so'rab qolamiz. Sizlar bilan birgalikda. Bir telefon qilamizmi hozir? Nomerlar bor hammasini. Albatta. Hozir nomerlarga telefon qilamiz. Mana eda nomerlarni so'raylik. Nomer bilib berasiz, mijozlarga kiring. Birinchi aytasiz. Yo, birinchi Tojimirza Tojiboyev. Mirza Tojiboyev ism sharifli mijozimizga. Bo'ldimi? Telefon raqamlarini ayting. 94lik 509 87 96 bo'ldi. Qo'ng'iroq qilamiz. Alamba aka. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tojimirza aka, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Juma ayyomlar muborak bo'lsin. Alloh o'zingizga. Tojimirza aka, Rizoboy do'konidan telefon qilayotgandim. Hozir 2 minutga qaytarib ko'raman. Alo, qatasiz. Yo, bo'ldi. Bir og'iz gapim bor edi, men ham to'xtataman. Aka, omadli mijoz aksiyasida siz ana Shurpavert nabori g'olibiga aylandingiz. Bo'ldi. Xudo xolasa kelib olib ketsangiz bo'ladi aka. Bo'ldi, hech takram oldi. Xo'p, bo'ladi aka, kutamiz. Kelavering. Xo'p, rahmat. Bitta mijozimiz bilan gaplashdik. Endi keyingilarini aytasiz. Hop, ikkinchi raqamimiz 5-raqammidi? Ikkinchisi 10-raqam. Ikromjon Mamajonov. Ikromjon Mamajonov. Adashib ketmasin, a? Agar ikkita o'shanga o'xshagan yaqin familiya bo'lsa, qaytarib ko'rib oling mana. Ikromjon Mamajonov. Qilma, eng pastdagi. Ha, Mamanov. Mamajonov emas, Mamanov. Mamonov. Chiqdimi? Bo'ldi. Telefon raqamlarini ayting. 50lik 070 necha? 0985. Ikromjon aka. Bu har oy 30larga, oxirida bor. Peshbeyingiz bor. Qancha narsa bor. Ikromjon akaning telefonlari o'chirilgan deyapti-yu. Qayta qo'ng'iroq qilib ko'ring. Yana bir marta qilib ko'raman. Ha? Ha, yana bir marta qo'ng. Kimgadir telefon qilyapti. Keyingi raqamni ko'rib berasizmi? Hozir sotuv tugatib bu yerda. Abonent band beryapti. Keyingi mijozimizni topib berasiz. 5-raqamida Sobirjon Boltaboyev. Demak, 4 ta nasatkali
93lik 043 1092 043 1092. Sobirjon Boltaboyev. Javob bermayapti Sobirjon akamiz. Mana. Alo, assalomu alaykum. Sobirjon aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Juma ayyomlari muborak bo'lsin. Rahmat o'zingizga. Sobirjon aka, Rizobay do'konidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Bilasiz Rizobayni? Shunda omadli mijoz aksiyasi o'tkazilayotganda xabaringiz bormidi? Har oy o'tkaziladigan. Xuddi shu omadli mijoz aksiyasida g'olib bo'lgandingiz. Shuning uchun tabriklab telefon qilayotgandim, sovg'angizni olib ketasizmi deb. Qachon kelasiz? Qachon kelasiz? Qachon kutaylik? Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka, kelib sovg'angizni olib ketishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi aka, tabriklayman, sog' bo'ling. Charchang. Xullas, mana mijozlarimiz bilan gaplashdik. Suhbat tugadi. Endi yana mijozlarimizga aytib qolardikki, keyingi oy mana 29 kun qoldi. 29 kundan keyin yana omadli mijoz aksiyasi, ya'ni tanlovini g'olibini aniqlaymiz. Bemalol kelib 1 milliondan oshib xarid qilib, qimmatli sovg'alarni yutib olishlaring mumkin. Sovg'alar qanaqa bo'lishini esa keyingi videolarda kuzatib qoling. Albatta, ularni ko'rsatamiz. Rahmat hammaga e'tibor uchun. G'oliblarga taqdirlash marosimini ham albatta o'tkazamiz va uni ham Instagram sahifamizga albatta joylaymiz. Rahmat.